Qandırak ahvolinglar do'stlar, oy, taranchkili Muyassar keldi. Mendan hammanglarga qutlug' salomlar olsun. Mushu ta'til qachon to'sha, ozod zamonni bir assam deb mush qattiq umid bilan o'tirib ketayotgan ota-onalardan qattiq hol so'rayman. Qanday ahvolinglar jinim ota-onalar? Bolalarni urib qo'ymay, so'qib qo'ymay, yaralandırib qo'ymay ish qilib, har holda apib o'tamsizlar. Az qoldi, g'ayrat qilinglar. Men g'ayrat qilib borma bolalar. Ma qishlik ta'til bir oy ekan, 2 oy bo'lgan bo'lsa bolalar yozdigu talada o'ynaydi ekan, men qishning kuni uyda o'ynagandan keyin, ma 2 oy bo'lib ketgan bo'lsa, men qishlik ta'til sarangli o'latganda biz ma uy techiga o'rilib ketadigan to'xta zodi. Yaxshimi uxlamaydi, gümbir qilib. A gümbirliga ishini atiganda men tozaymanda, atigini qo'yib qoldi. Apa nima etibirsa, apa an qipra, apa man qipra. Mening yoshligim, voy mening yoshligim deb ketdim qo'y bolalar. Endi datni sizlardan so'raylik. Hozir shu qaysi apanglarni o'ytirib bolalaringlar deb yiqinglar buninglar. Qancha kun apanglarnikiga, qancha kun apanglarnikiga tashlayotsizlar bolalarni. Buga atigani qo'yib qopti. Piranik yeymiz apa. Piranik sappa apa. Ha, apanglar shunda ustogan ekan sappasin. Desam, mo'mislarni chiqib da'vo qilib qopti. Opam piranik sappamayman dedi. Sen sappagina mo'ma deb mo'misini shilabdiki, bolalar uchun jinipidan navrilar uchun mo'misning. Shunlar ha ma'qul bola men sap bermay xotirjam bo'linglar debdiki, mashkisi yugurib kiribdi. Apa, mo'mam bizga piranik sappirdigan bo'ldi. Ma'qul bolam, oqshomdan yoqma qolayim qan qilib o'ylarni o'rib sizlarga joyiga aka qo'yib hozir chiqay deb ularni chiqarib o'tib, qattiq uy tozalashga kirishib ketdim bolalar. Uyni qolayim qan qilg'ini yetmagandek, men rasmlarni sizab suvg'at qilib ketibdi. Opam bilan dadam ikkisi ma'u deb tamga chaplab qo'yibdi. Shu men javob bilan butun namiya javobi. Shunlar bularning ko'nglini rad qilib tashlab o'tay desam, texi yana amal yo'q bolalarning rayi qarab tamga chaplab qo'yibdim. Bir kun turibdi. Uylarni tozalab bo'lib ustida ko'yga chiqsam, mana tayyorlik degan gangxo qilib opam bilan ma Aziza ishkisi shovib ketibdi. Pirani qilamiz deb. Voy, ma'qul. Qimamdan bu piranikni pirani qilib chiqib ketdik bolalar. Ma piraniklarni bir chiroyli salalaydigan qizlar, penunchik bir yo'llab yiqinglar rasmlaringlarni qanda piraniklarni payz salalamsizlar. Hayotimda piranik silib bir qitim loyaqat kolatga ekib baqqan odam emasman. Bugun mening ma qig'inimning yerimi chataq, ma opamning qig'ini ajoyib payzubdi, ma mening qig'inimni ko'rsanglar, hushinglar uzilib qoldi. Shunga bugun ma vlogni Dianzang Guanjon qilib turib ko'ringlar juma. Uning ustiga azqma vlogni bilib do'stlar, yangi numerimga chiqadim deb. Yangidan ko'rayotgan do'stlarimiz, "Voy, men sarg'oma o" deb qolsanglar, ishtiklam qo'shish belgisini besib, yurakni besib, ko'ngil so'zlaringlarni yozib qo'yinglar. Vlogimni yaxshi ko'rgan do'stlar, Shayxon deb xat yozib qo'yinglar. Bo'lmasa, meni yaxshi ko'rmaydigan o'xshaydi bu qizlar deb vlog chiqargim kelmay qoldi-ku do'stlar. Yo'q, Muyassar davomli chiqaring. Taranchkilarning fansillari biz yaxshi ko'rmiz, filmlaringizni deydigan do'stlarimiz bo'lib qolsa, Shayxon deb xat yozib qo'yinglar juma. Unda bo'lsa biz piranik selishga chiqib ketdik. Ham bugungi ketgan materiallarimiz bo'lsa, bir sirqay süt, bir sirqay nimtiyavi, nim qo'shdik. Voy, unutib qoldim birdan ichida. Ha, sav asal, bir sirqay shika, ishqabmish bilginimni deb berayjimi qizim. Mushni saldiq. Andan keyin bir tal, ikki tal tuxum saldiq. Selib uni tozalab, aralashtirib, tahqiq qilib, obdan qilib aralashtirgandan keyin men menda tamoq etish, tamoq turlari deganlar kelganda bir ko'rib qilgan odam emas-ku men. Shunaqasi bayan bir qilib bo'lgan ish bo'lsa-mat, qo'shgan materialni unutib bo'ldim birdan ichida. Ha, soda podalarni qo'shibdik-ku maras. Ashtalarni qo'shib aytganki, ananki un chashdik. Un chichib buni ximirda qaltiga akilimizga, lekin qo'limizda bir qattiq jug'amaylash, o'malab qo'yiblam. Andan keyin o'sha moda yib qo'ymizganda, mana opam shunda payz bir holatga keldi. Qaranglar bolalar buni bu ishliqda. Ondan buni 15 minut dumlab qo'ymizga. Voy, bu 15 minutgacha ma qizim Aziza tishiyotdi-ku. Mo'ma qachon qilsa men qilatdim deb. Opam zerikmay javob qaytirib, mana hozir qilmiz balam bilan turib turing balam deb aldab saldab ashta qilib jirib 15 minut aran to'shtatdi. Butun ishni opam qilib, xemini opam jo'g'aganda qilatdi. Men nima ish qildim, kiyimimni mushtaq ballaman. Hamma ishni opam qilsa, xuddi men qilgandek milinib ketaman-da menechiliklarga. Xemini birdan tindirib aytgandan keyin, unga ochimizga buni ichib maylab biraqur. Anan keyin ilaqay qilib qilamiz, hamanglar bilib ketdinglar buni. Ma opam shundan bir chiroyli qilib qamlashtirib payz qilibdiki, ma keyin yana bir yurak qilib patgan, opa yurak qilib tiqib bering, yurak qilib tiqib bering degan desam, hamma qo'llab uni qilib berganda akab men tizdimda. Buni unda yaqin qilsa bu ko'pib bir-birisi choplashib ketar ekan-ku. Opam nimda yurak qilib oldi deb, yurak qilyapsiz, bu xemi eshib qoldi deb ketibdi menga. O'zimniki yaqinni ko'rib, opam ha siz yaqin qilibsiz-da, ha bo'pti deganda qoldi. Ma'nosi bilan la bo'pti debdi-da. Yili ko'rsizlar yurakligimdan qanday bo'lib qolganligini. Ma qizning qo'shib ketpag'ini qara qo'yinglar. Haymish bolalarning xo'shalligini deb yashab ketimiz ba'zi vaqtlarda do'stlar. Bir oy bo'pti juma men hech qanday ish qilmaymiz bolalar bilan bir xil tangli ta'til bo'lib ketgan edi do'stlar. Do'konga bormayman, shirkatning ishlarini qilmayman, butun hammasini ashpallar topshirib yotibdi. Men ash qaqli bika hozirmish. Uyda ashtamaq etib vlog chiqarib lavorib ketparman. Uning ustiga chag'anda jibonim qilmadik. Voy jibolaringizni seg'inib qoldik, qilmamsiz deb necha do'stlarimiz so'rab ketdi. Rahmat ish qilib qilamiz. Mash yangi nomerimni qilaymi deb aytmayapman, yangi nomerimni do'stlar. Yangi nomerimni qilamiz. Mash
o'tirib payzi mo'ngdishimizga sizlar bilan aldırmay degandek. Chiqib rahmat shuncha qo'llayapsizlar. Sizlarning qo'llashinglar bo'lmasa men hargiz bugunga kelmayman do'stlar. Shunga hammanglarga bek rahmat. Ish qilib mening bugunim sizlarning qo'llashinglar bilan bo'ldi deb o'ylayman. Shunga rahmat sizlarga do'stlar. Chiqib qo'lladinglar. Sizlar bilan mo'ngdassam do'stlar, vaqtning qanday o'tib ketganligini bilmaymanmi? Birdamdan chirma prayniklarimiz pishaydab qopdi. Lasq saldigan vaqtimiz kelibdi. Shuning bilan akapli kavshang tiqib atdik. 10 minut 15 minut qish saqlaymizga balamning ko'zi tutib ketbarda, qachon chiqadi opa deb. Birdam saqlab turayli, birdam turib turing desam, tos qoldim, kavshangning ichiga kirib ketgani. Kichik bo'lganda zodi. Shuning bilan birdamdan bizning tamoqlarimizni o'yib, tamoqlayman, prayniklarimizni pishibdi. Ma opamning qig'ini yomon chiroyli qopdi-da, shunchalik payza o'y, nimdo payza ko'p shunchalik payza kutibdi-da. Ma meniki qaranglar, bayam yurak deb yaqin qilganlarimni opamning ma'nilik, yaqin qo'yapsiz-da deganida chaplashib ketibdi bir-birisiga. Lekin ish qilib sifatli chatoq qo'ygan bilan Təmdi çataq yo'q va ishi payzubdi. 2 soat jopot atmış qizimning ko'nglini ilvog'imiz o'pdi mo'mishikimizni. Shunda qilib mo'mishikimiz bugun necha soat jopot atdi. Qilgan pranikimizni necha minutli bir taraf qilib o'tib qoldi-da. Ish qilib bir taraf qilib o'tgani yaxshi bo'ldi endi eshib qolgandan-chi. Rahmat do'stlar, bugun vlogim ishida oxirlashdi. Unda at ko'rishaylik, at yana yangilik mazmunlar sizlarga chiqarib berman.